Birinchi, hasal. Hasalning tarkibidagi may kislotasi uchayning aktiv lo'mildishini ilgari suradi. Vitamin va qon moddalari oshqozon uchayining iqtidorini tengshab, badandagi toksinni haydaydi. Qavziyatni yaxshilaydi. Glikoza va meva qandini odam badani bevosita so'mirib oladi. May bo'lib yig'ilib olmaydi. Buningdan boshqa hasalning issiqlik miqdori bak tuvan. 100 gram hasalda 294 kaloriya bor. Shunga uning urug'latish unumi intayin yaxshi. Ikkinchi, sut. Uxlashdan burun sut ichsa, uxlashga yordam beradiganligini hammamiz bilamiz. Amaliyotda sutning urug'latish roli bor. Sutning tarkibida mol kalsiy bor. Uxlashdan burun ichsangiz, kalsiyning so'mirilishini ilgari suradi. Sutning tarkibidagi laktalbumin badandagi ortiq maylarni ko'ydirib urug'latadi. Sutning asosli tarkibi oqsil bo'lib, undaq tez so'mirilmaydi. Shunga uxlashdan burun sut ichsangiz, kechadagi energiya sarf bo'lishga besim elib kelmaydi. Ikkinchi kuni saharda qo'rsiqingiz bak echib ketmaydi. Üçüncü, solu. Soluning tarkibida mol erishchan tala va erimaydigan tala bor. Odam badanidagi xolesterinni ko'p miqdorda so'mirib, badan sirtig'i chiqaradi. Qavziyatning azobini yeniklatadi. Soluda yana mol vitamin B, folin kislotasi, patonik kislotasi, vitamin E bor. Shakar miqdorini tuvallatadi. Urug'latish unumi yaxshi. Qon aylanishini yaxshilab, metabolizmni ilgari suradi. 4. O'rik mag'izi. O'rik mag'izida mol oqsil, shakar, karotin, vitamin B, vitamin C va kalsiy, fosfor, temir qatorliq elementlar bor. O'rik mag'izidagi to'yinmagan may kislotasi qondagi may miqdorini tuvallatishga yordam beradi. Urug'lamoqchi bo'lganlar yemak-ichmakni kontrol qilmasa-mu, unumli urug'lay oladi. O'rik mag'izida yana mol tala bo'lib, qo'rsoq ochqanligini his qildirmaydi. Badan ig'irligini saqlashda belgilik unumi bor.